Amerikanın iqtisad soda xəbər kanalı bolğan CNBC'nin 16 noyabr xəbər qilishçə, Amerika Fédiratsiye Tekshürüş İdarisinin başlığı Christopher Wray 15 noyabr günü Amerika Dövlət Məclisinin guvalıq anlaşığında qılğan sözdə Xitayning Tik-tok arqılıq Amerika abonentlərinə təsir göstərişkə urunuvatqanlığını və Fédiratsiye Tekshürüş İdarisinin bununğa güclük diqqət qılıvatqanlığını bildirgan. Do have national security concerns, at least from the FBI's end, about TikTok. They include the possibility that the Chinese government could use it to control data collection on millions of users or control the recommendation algorithm, which could be used. Christopher Mandaq degan. Fédiratsiye Tekshürüş İdarisi Tik-tokni Amerikanın xavfsizligi üçün ziyonliq deb qaraydı. Xitay hökuməti Tik-tokni işlətiyotgan milyonlagan abonentlarning uçurunu toplayotgan yoki algoritmlik hisoblash usulini qo'llanib, ularni kontrol qilib olgan va ularga ta'sir ko'rsatishga urinayotgan bo'lishi mumkin. Xitay yana milyonlagan elektronik uskunlarga qachilinadigan yumshoq detal va applarni kontrol qilib, shaxsiy uskunlarga xatar olib kelishi mumkin. Xabarda ko'rsatilishicha, Forbes jurnali TikTokning Amerikaliklar uchun ancha bexatar emasligi haqida uchirib bergan bo'lib, TikTokning bosh shirkati bo'lgan ByteDance TikTokni ishlatayotgan Amerika fuqarolarining o'rnini aniqlaydigan appni ishlatishni planlagan, ammo TikTok buni inkor qilgan. New York vaqti gazetasining xabariga qaraganda, Joe Biden hukumati TikTok shirkati bilan kelishim tuzib, TikTokning texmi qattiq bexatarlik sharti ostida Amerikada tijorat qilishiga yo'l qo'ymoqchi ekan. Ammo Fédiratsiye Tekshürüş İdarisi TikTokning bexatarlik masalasini Adliya ministerligining yordami bilan hal qilishning yo'lini izlayotganligi ma'lum. Christopher Wrayning bildirishicha, Fédiratsiye Tekshürüş İdarisining fikri bu kelishimda e'tiborga ilindi ekan. The threat specifically from the Chinese government and the Chinese Communist Party and the ways in which their laws are used as an aggressive weapon against companies, both U.S. companies and Chinese companies. Under Chinese law, Chinese companies are required to essentially, and I'm going to shorthand here, basically do whatever the Chinese government wants them to in terms of sharing information or serving as a tool of the Chinese government. And so that's plenty of reason by itself to be extremely concerned. Amerika Fédiratsiya uchur aloqa komissari Brandon Carr bu ayning 5-ida Tayvanga ziyoratga borganda Amerika hukumatining Xitoy kontrolligidagi TikTokni cheklab, Xitayning Amerika fuqarolarining uchirini o'g'irlashiga yo'l qo'ymasligi lozimligini aytgan edi.